Xitoy virusi bahanasi bilan Sharq Turkistonni texnik qattiq qamal qilishni planlagan Xitoy Kompartiyasi 20-ci navbatlik mamlakatlik qurultayning yaqinlashishi bilan yerlik hukumatlar Xitoy virusining oldini olish va uni muqimlashtirish salmoqini oshirish bahanasi bilan Sharq Turkistonning bir qism rayon shaharlarini 2 oydan ko'proq vaqt qamal qilgan edi. Xitoy hukumati ochiq shaklda virusni nolga tushirish siyosatining mag'lub bo'lganligini, shundaqla qurultayning oldida yaxshi muhit yaratish kerakligini jakarladi. Urumchi xalqining qarshilik qilishi bilan Urumchi 40 kundan keyin ish o'tilgan edi. Biroq bir necha kundan keyin, ya'ni 10-oyning 4-kuni qayta qamal qilingan va hech kimning shahar otlab chiqishga ruxsat berilmaydiganligi uqtirish qilingan. Shahar taqilishdan bir kun burun jamoat xavfsizligi organlari uqtirish e'lon qilib, 3 nafar atalmış o'sak so'z tarqatuvchini qo'lga olganligini bildirgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va boshqa 54 kishilik huquq tashkiloti 5-oktyabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlar va kuzatuvchi davlatlarning tashqi ishlar ministrlariga xat avatib, Birlashgan Davlatlar kishilik huquq kengashini qo'llashni talab qilgan. Xatda kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi yaqinda e'lon qilgan dokladda Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarini atalmış oshqun degan nomlar bilan xohlagancha tutqun qilganligi, majburiy emgak solganligi, oiladan ayirish qatorliq og'ir ziyonkashliklarga uchratganligi tafsili bayon qilinganligi eskartilgan. Xatda yana Xitoy doiralarining Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarini sababsiz tutqun qilib, muddatsiz tutib turganligi, turma va lagerlarda mahbuslarning duo tilovat qilish yoki o'z tilini ishlatilishi cheklanganligi, turmadagi kishilar qiynash va boshqa nachar muomalalarga uchraganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining dokladida Xitoyning bu qonunga xiloflik qilish qilmishlari xalqaro jinoyat bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkin deyilganligi bayon qilingan. Xatda yana BDT organlarini kishilik huquq sistemasiga jiddiy diqqat qilishni talab qilgan bo'lib, kishilik huquq kengashini Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini jiddiy muzokara qilishga chaqirgan. Xatning oxirida garchi Xitoy xalqaro jamiyatga atalmış kishilik huquq dialogga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning oliy amaldori ishxonasi yaqinda e'lon qilgan dokladni bostirish va uning mazmunini muzokara qilishning oldini olish uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatganligi, Xitoyning bu urinishi muvaffaqiyatli bo'lsa, bir davlatning kishilik huquq vaziyatining xalqaroning nazorat qilish tarafidan o'tmagan bo'lib qolganligi, kishilik huquq kengashining tuzum va tartibga bo'lgan ishonch yo'qolganligi, hech qanday cheklamaga uchirmagan Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni bostirishni cheklamasiz davom qilganligi bildirilgan. Rossiyaning Ukraina ziminlarini qo'shib olishiga qarshilik ko'rsatish uchun Yevropa Ittifoqi embargo yurgizishdan boshqa Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat chorshanba kuni Ukrainani a'zo qabul qilishga qo'shildi. Bu Yevropaning Ukrainani o'zi qo'shib olish to'g'risidagi eng yangi ifoda bildirishi bo'lib, buningga qarta aktiv pozitsiya bildirgan. Rossiya 2-oyda Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan 4 kun keyin Ukraina Yevropa Ittifoqiga qo'shilishni talab qilgan. 6-oyning 23-kuni Yevropa Ittifoqi Ukrainaga bu harakat Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Yevropa Ittifoqining sharqqa kengaymaslikdagi maydonidagi zo'r o'zgarish deb qaraldi. Qatarning 2024-yillik Dunyo lo'nqisi futbol musobaqasini havo tangshiguchlik maydonlarida o'tkazishi xalqaro jamiyatda kuchli inkas qo'zg'agan edi. Buningga ergashib Saudiya Arabistonning 2029-yillik Osiyo qishliq tanarkat musobaqasini 5-oktyabr o'tkazilganligi to'g'risidagi xabar xalqaro jamiyatni texmi hayron qoldirdi. Qumliqda qartilish maydonlarining qurilishi muhitga og'ir darajada ziyon elib keldigan bo'lib, uningdan boshqa xalqaro kechirim tashkilotining Fransiya tarmoqi bu to'g'riliq Twitterda tantarbiya tashkilotining sohibxon davlatning kishilik huquq masalasiga sal qarag'anligini aybladi. Muhit omilidan boshqa Saudiya Arabiston, Qatar va boshqa davlatlarning kishilik huquq xotiralari doim xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchraydi. Bu 2024-yildagi Qatar futbol lo'nqisi, 2029-yil Saudiya Arabiston qishliq tanarkat musobaqasi kishilik huquq xalqaro tantarbiya tashkilotlariga nimadan derak berdi?